To'xtang jigar, bu videoni o'tkazib olmang. Televizor tanlab boshingiz qotib ketdimi? Mana-da biz maslahat beramiz jigar. Bugun televizorlar narxini portlatib yuboramiz. Unaqa narxni javob beraman, topa olmaysiz. Televizorlarim keladigan bo'lsam, ko'rsasiz zavrajeniya shunaqa tiniq bo'ladi. Dirim sifati keladigan bo'lsam, shunaqa yarki ko'rsatadi, sifati vashim do'di bo'ladi. Ekranlari ham ingichka bo'ladi, smart bo'ladi, pultlari shunaqa голосовой, ovozni boshqarsanglar bo'ladi. Ichida 3 ta tuyneri bo'ladi, oddiy antena, barabanskiy antena, sputnik, karta, fleshka, HDMI hodlari bo'ladi. Garantiyasi 2 yil bo'ladi. 32 talik televizorimni narxiga keladigan bo'lsam, narxi bor yo'g'i 1 million 100 ming so'm qilib beraman. 40 taligi narxiga keladigan bo'lsam, bor yo'g'i 1 million 810 ming so'm qilib beraman. Ko'pchilik 55 talik televizorni aldab 55 talik deb sotadi, lekin razmeri 50 talik bo'ladi. Buning narxini bor yo'g'i 2 million 940 ming so'm qilib beraman. 55 taligi narxini bor yo'g'i 3 million 600 ming so'm qilib beraman. 65 talik televizorlarimizni narxini bor yo'g'i 4 million 920 ming so'm qilib beraman. Pastda telefon raqamlarini qoldiraman. Tez aloqaga chiqinglar, soni cheklangan.